Tushda qo'l soati ko'rishning ta'birlari. Qo'l soati ko'rish bir necha turli ta'birlarga ega bo'lishi mumkin. Vaqtni yo'qotish va kechikish. Agar qo'l soati ishlamayotgan yoki to'xtab qolgan bo'lsa, bu sizning hayotingizda vaqtni noto'g'ri boshqarish, biror narsani kechiktirayotganingizni yoki muhim voqealarni o'tkazib yuborayotganingizni bildirishi mumkin. Hayotdagi o'zgarishlar. Qo'l soati tushda tez-tez ko'rinsa, bu sizning hayotingizda yaqin kelajakda biror o'zgarish, yangilik yoki yangi boshlanish haqida eslatma bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa yangi maqsadlarga erishish yoki hayotingizni tashkil etishga bo'lgan ehtiyojni ifodalashi mumkin. Tartib va intizom. Soatni ko'rish ayniqsa uni to'g'ri ishlashini, o'z vaqtida bo'lishini anglatadi. Bu hayotingizda tartibni va intizomni saqlashni, vaqtni to'g'ri boshqarishni anglatadi. Hayotdagi muhim qarorlar. Agar soat bir muhim voqea yoki qaror bilan bog'liq bo'lsa, masalan, vaqtni soat bilan solishtirish, bu sizni kelajakdagi muhim qarorlarni qabul qilishda ehtiyotkorlikka chaqirishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.